Assalomu alaykum o'zbegim. Yana bitta shikarniy cho'tki uydan sizga obzorga kelganmiz. Xullas bu uyimiz ham studiya formatda. Ko'rib turganlaringdek rossiyskiy mebellar, svetli tona, nima remonti luxury stilda. Hozir kuxnyasini ham ko'rsataman, kuxnya zona. Xullas 120 kvadrat, to'rxona, katta mana holi bor. Общий vanniy bor mana. Zo'r chiroyli remont qilingan детская. Hamma xonalarida nima bor? Konditsioner. И это спальня. Спальня mana alohida nima? Ванная, санузел, mana полный гардеробная. Katta spalnya. Spalnyada man yaxshi ko'radigan zona отдыха. И bu yerda ham nima? Konditsioner. Hamma yo'g'i yangi, chiroyli, lyuks kvartiramiz. 120 kvadrat, to'rxona, katta zali bor. Hozir men kuxnyani ko'rsataman. Kuxnyada usta bor edi. Hozir kuxnya zonamiz. Nimasi zo'r, hech qanaqa hid nima ketmaydi. Chiqmaydi demoqchiman. Mana zo'r stilni nimada remont qilingan, mebellar qilingan. Bu yerda yana balkonchigimiz bor, balkonchigimiz hozir. Теплый pol qilingan, отопление, двухконтурный котел. Xullas hamma mebel jihozlari bilan aytmoqchimanki, rossiyskiy mebellari bilan. Xullas bu uyimizni, Xullas bu uyimiz 120 kvadrat, to'rxona, ikkita sanuzel, spalnyada yana bitta sanuzel bor katta, garderobnilari, shikarniy mebellar bilan 120 ming kam bor deyapti. Mana zo'r qilib nimalar qilingan. Hamma xonasida hali aytganimdek konditsionerlari mavjud. Hamma mebel jihozlari bilan 120 ming dollar kam bor deyapti. Endi adres esimda chiqibdi. Farg'ona shahar, lokatsiya, birjani chorrahasi, Rahimov частный maktabning tepasida 3-etaj, 7 etajga. 9 etajga. Salomat bo'linglar, telefon qilaverasizlar.